Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysiz? Sizlar bilan Davron Mullajonov. Kamina doimgidek, xo'p, sizlar bilan bir haftadan keyin ko'rishib turibmiz. Xo'p, o'rtoqlar, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun TikTokda shunaqa darajada trend bo'lib ketgan, o'sha sun'iy intellekt yordamida bitta perexod qilishni o'rgatamiz. Xo'p, qanaqa video haqida gapirayotganimni xo'p sizlarga ko'rsataman. Keyin ko'rib, o'zingizlar bilib olasiz qaysi trend haqida gapirayotganimni. Festa do fim de semana. Na festa do fim de semana. Ana ko'p turishlarga xuddi shunaqa perexod qilishni o'rganamiz. Bunga faqat любой odamni qo'ysa bo'ladi. Atak misol deylik, qandaydir Messi yoki Ronaldoni emas, любой narsani qilsa bo'ladi, shunaqa perexod qilib. Albatta hozir shunaqa qilishni o'rgatamiz. Albatta jigarlar obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta bo'lishimizga atigi ozgina qoldi. Har bittasizlar oddiy bitta podpiskalar ham men uchun juda ko'p narsani hal qiladi. Shuning uchun hoziroq podpiska tashlab qo'yinglar. Albatta video sizlarga foyda bo'lgan bo'lsa, like, komment bosib qo'yinglar jigarlar. Qani ketdik. Xo'p jigarlar, xo'p boshlayman, o'rgataman, qaranglar. Xo'p 57-kun deb qidirsanglar ham chiqadi Telegram kanalida yoki 3-may sanasini qidirsanglar ham chiqadi. Shunaqa perexod qilishni sayt va pastda kapot linkini qo'yib qo'ygan. Mana bu yerda qisqagina tutorial bor, lekin bu narsaga ko'pchilik tushunmagan, shuning uchun noldan o'rgatyapman. Xo'p, sayt ustiga bosaman, открыть qilaman-da. Kiraman. Eslatma, sizlar bu yerdan Google akkauntingizdan kiritgan bo'lishingiz kerak. Perexod bo'limiga o'taman. Balki bitta rasm qo'yaman. Bu rasm birinchi original rasmimizni qo'yishimiz kerak. Xo'p, original rasm qo'yamiz. Mana original rasm. Xo'p, ikkinchisiga qanaqa rasm qo'yamiz? Ikkinchisiga o'sha aylanmoqchi bo'lgan narsamizni qo'yamiz. Любой bitta rasm, men mana shu rasmni qo'ygim keldi, qo'yaman. Mana xo'p, mana bitta menimcha rasmlarimiz chiqmayapti pastda. Bo'ldi, chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi men bitta sozdatni bosaman. Shu joyda eslatmasiz, bundan kuniga atigi 3 marta foydalana olasiz. Misol 3 marta shunaqa perexod qilganingizdan so'ng 4-inchisi pulli bo'lib qoladi. Agar sizga kuniga ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa perexod qilishingiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, boshqa Gmaildan kirib yana 3 martadan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi, lekin bitta Gmailga kuniga 3 marta. Shuni yodda tutinglar. Mana zagruska bo'lyapti jigarlar. Ko'ramiz. Voy, prям почти четко chiqibdi. Qo'limga endi qancha olganingni-chi. Xo'p, bundan keyin nima qilamiz? Xo'p, endi mana bu yerda skachatni bosamiz. Svod endi znakim qilamiz, ya'ni bu logotipi bilan, lekin logotipsiz skachat qilish bu pulli, bizga logotipi bilan bo'laveradi. Sahnaga video qilaman. Bo'ldi, galereyamga tushdi. Endi nima qilaman? Gatovani bosaman, mana bu link ustiga bosaman. Bu CapCut'dan shunaqa shablon ishlaymiz deganlar. Использовать shablon. Hozir kadrimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yetmayapti. Bunga 6 soniya kerak. Nima qilamiz buning uchun? Chiqib ketamiz, bu shablondan chiqib ketamiz. Новый proyekt ochib, hozirgi qilgan videomizni, ya'ni sun'iy intellekt orqali yasagan videomizni mana ko'rib turibsizlar. Birinchi logotipni kesib yaqinlashtiramiz. Logotipni kesib tashlaymiz, mana ko'rasizlar, mana ko'rdinglar mana. Logotip yo'q. Voy, perechodni chiqibdi jigarlar. Oh. Xo'p, zapis ketyapti. Keyin ustiga bosaman, skorostidan ozgina pasaytirib qo'yaman. Как будто 7 soniyalik video bo'lishi kerak. Toza 7 soniyalik bo'lishi kerak. Xo'p, endi eksport qilaman. Men 7 soniyalik bo'ldi jigarlar. Xo'p, bundan keyin nima qilaman? Men bitta использовать shablonda qayta bosaman. Использовать shablon. Kadr tanlayman.
boshini olganda uzish kerak ekan. Pilot. Mana bu o'zlari tekis qilib bir nima qilib yozsanglar bo'laveradi. Hop, mana qatrim. Hop, bale, ko'rdinglar mana. Bundan yaxshi переход kutmadim lekin to'g'risi. Bu yorib переход buni. Hop, bale. Mana. Senga Yovuzlar yoqami yoki qahramonlar desam, bunday qilib turib, bunday kelib turib, bunday hassamni olib turib. Mana. Va eksport qilsak bo'ldi jigarlar. Albatta sizlarga video foydali bo'ladigan bo'lsa, like va podpiskani ayamanglar. Xo'p o'rtoqlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha albatta podpiska tashlab qo'yinglar. Mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Keyingi videolarda 1K bo'ldik deb chiqish nasib qilsin. Albatta sog' bo'linglar, charchamanglar.